Instagram ko'rib o'tirsam, rus bloger tandir somsani faqat tandirda pishirsa bo'ladi deb o'ylab yuribsizlarmi? Qozonda ham bir martada o'xshab chiqadigan somsa qilsa bo'ladi deb ko'rsatib berdi. Men ham bismillohni aytib, ishimizni boshlab yubordim. Birinchi bo'lib go'shtimizni chopperdan maydalab olishdan boshlaymiz va piyozimizni ham mayda qilib kubicha shaklda to'g'rab olamiz. Tayyor bo'lgandan so'ng ustiga ziralarimizni, tuzlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor somsaning xamirini olib, bir xil razmerda kesib olamiz va hammasini bir tekisda yoyib chiqamiz. Yoyib bo'ldim. Endi bularga masalliqlarni solib, birin-ketin hammasini chiroyli qilib to'rtburchak shaklda bo'g'ib olamiz. Qizib turgan qozonimizga ozgina somsamizning orqasini suvlab olamizdagin birin-ketin hammasini yopishtirib chiqamiz. Men qozonim qorayib ketmasligi uchun tuz soldim. Mana yopishtirib ham bo'ldim. Endi 2,5 soat, 3 soatga qopqog'ini yopib, past olovda pishirib olamiz. Qolgan somsalarimni vaqt ketmasin deb ularni gaz duxovkada pishirib olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, sedana kunjutlarimizni ham sepib olamiz va pishirishga yuboramiz. Mana somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rinishdan ham qanday chiqqanligini bilsalaringiz bo'ladi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringizlar. Sizlaringiz baho berasizlar. Yoqqan bo'lsa 5, yoqmasa 2, xafa bo'lish yo'q. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.